Leşimizin devamı hürmetlik vatandaş bugün Çizdağ 2022 yıl 7. ayının 9. günü. Yani bir mavzumundak Amerika Qo'shma Shtatlari Qadinas do'stidan ayrilib qolganligidan azoblandı. Her qaysi davlatlar rahbarlari ta'ziya bildirdi. Jungo Rossiya Hindiston diqqat qo'zg'adi. Mavzuli xabar 7. ayının 8. günü Vanvetor betida e'lon qilindi xabar. Bundaq başlandı. 20 davlat tashqi ishlar ministrlari yig'ini Indoneziya Bali shahrida echilyotdi. Yaponiyaning sobiq vaziri Shinzo Abening suiqasd bilan qazo qilganligi xabarni olgandan keyin har qaysi davlat tashqi ishlar ministrlari qattiq cho'chiganligi va afsuslanganligini bildirdi. Yaponiyaning qadimiy do'sti hisoblangan Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Antony Blinken chunqur azoblanganligini bildirib, Shinzo Abe nihoyatda buyuk arbob edi, dohi edi. Amerikaning eng muhim do'sti va sheriki edi deb ko'rsatdi. Reuters munda xabar qildi. Shinzo Abening suiqasd bilan qazo qilganligi to'g'risidagi Shinzo Abe buyuk edi. Shinzo Abening suiqasd bilan qazo qilganligi to'g'risidagi xabar tarqalgandan keyin dal shu paytda Yaponiya va Koreya tashqi ishlar ministrlari bilan suhbatlashishga tayyorlanib turgan Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Antony Blinken Yaponiyaning sobiq vaziri Shinzo Abening vafotidan azoblanadi. Davlat ishlar kotibi Antony Blinken mundaq ko'rsatdi. Shinzo Abe Amerika Jungo munosabatini eng yuqori darajaga ko'targan. Shinzo Abening vafoti Yaponiya uchun azobli bo'lib qolmasdan butun dunyo uchun bir yo'q tushdi. Shinzo Abe saylamga ovoz to'plab notuq so'zlayotgan tuyuqsiz etilgan o'q bilan yiqildi. Davolash unum bermadi. 60 yoshida vafot bo'ldi. 67 yoshida vafot bo'ldi. Kechiringlar. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Biden bugun bayonot e'lon qilib, sobiq vazir Shinzo Abe senatorlar saylamiga ovoz to'plab nutuq so'zlayotgan chog'ida tuyuqsiz etilgan o'q bilan yerga yiqilganligi to'g'risida xabarni anglab cho'chidim, g'azablandim. Kechiringlar. Cho'chidim, g'azablandim. Chunqur hasratlandim. Uni taniydigan barliq kishilar uchun aytganda bu bir tragediyadir deb ko'rsatdi prezident Joe Biden. Shinzo Abe Yaponiya munosabatini mustahkamlagan vazir uning vafotiga ta'ziya bildiramiz deb ko'rsatdi. Yevropa Ittifoqi Yaponiyaning vaziri Shinzo Abening suiqasdga uchrab vafot bo'lganligidan cho'chiganligini va bu yovvoyi harakatni ayblaydiganligini bildirdi. Hindiston 2022 yil 7. ayının 9. gününü bütün memleket bo'yicha Yaponiyaning sobiq vaziri suiqasdga uchrab qazo qilgan Shinzo Abega ta'ziya bildirish kuni deb belgiladi. Rossiya Shinzo Abe haqiqiy vatanparvar edi. Kreml sarayı mundaq ko'rsatdi. Rossiya Shinzo Abe haqiqiy vatanparvar edi dedi. Kreml sarayı mundaq ko'rsatdi. Prezident Vladimir Putin Yaponiyaga ta'ziya telegramma savatdi. Shinzo Abe haqiqiy vatanparvar edi deb tasvirladi.